Yusuf xos hojib. O'zi ketdi, insonning nomi qoldi. Unutma meni, ey o'qiydigan er. Dunyoni qo'ysam ustimga to'shalsa yer. Jahon shumul deb bilingan kitoblar hamma bilgan, ammo ko'pchilik tomonidan o'qilmagan kitoblardir. Buyuk mutafakkir Farabiy kabi mashaqqat chekib, tuya karvonlariga Aristotelning kitoblaridan ikrom etmadan va oylab birgina kitobning yo'liga termulmadan, atiga bir necha odim naridagi kitob do'koniga kirib, bitta qutatg'u bilik sotib oldingizmi? Sahifalarni varaqlab, bilim, til, aql, fazilat va jumla hayotga doir purma'no so'zlarning tagini chizdingizmi? Agar butun bu savollarga javobingiz yo'q bo'ladigan bo'lsa, qutatg'u bilikni ham omma tomonidan bilingan, ammo ko'pchilikning hali o'qimagan kitoblar orasiga qo'shishimiz mumkin. Xuddi dengizning tubida yotgan bir marvarid kabi. Yusufga ko'ra inson ana o'sha marvaridni dengizdan chiqarmasa, xoh u marvarid bo'lsin, xoh qiyir toshi farqi yo'qdir. Qora tuproq ostida yotgan oltin ham oddiy toshdan farqsizdir. Faqat u yerdan chiqarilsagina beklarning boshiga bezak bo'ladi. Yusuf xos hojib avvalo juda mohir o'quvchi edi. Aristotelni, Aflotunni, Ibn Sinoni, Farobiyni o'qigandi. Musoning, Isoning, Iskandarning mo'jizaviy qissalarini, Firdavsiyning shohnomasini ham albatta. Turk maqollarini va o'zidan avval yashagan mutafakkirlarning, shoirlarning so'zlariga ham voqif edi u. Ming 1909-yilda Yoyiq Ural daryosini kelib quyiladigan joyga yaqin bo'lgan Sarojiq degan yerda sopol ko'za topilgan bo'lib, ustida qutatg'u bilikdan olingan, ammo o'zgartirilib va buzib yozilgan shu bayt bitilgan edi. O kuş kör ki til ol, bu til kör ki söz. Kişi kör ki yüz ol, bu yüz kör ki köz. Aqlning ziynati bo'lgan til, tilning ziynati bo'lgan so'z, bola sog'inlik Yusufga ko'ra qorong'i kechalarni oydinlatadigan qandildir. Inson o'zi sevgan otni qanday tushovlab tutsa, bilgini ham shunday asrash kerak. Bu asar 11-asr O'rta Osiyo hududining ko'rkamli darvozalarini ochib beradigan va bu yo'lda yozilgan kitobdir. Qutatg'u bilik bizlarni ham Qoraxonlar davriga hamda Yusufning hayotiga olib boradi. Idora va davlat mohiyati, harbiy tashkilotchilik, hukmdor va vazifadorlarning o'zaro munosabati, dunyo va oxirat vazifalari, aqlning xususiyatidan tortib davrining ijtimoiy tabaqalari, maslaklar haqida ham ma'lumotga ega bo'lamiz.
1-asr Qoraxoniylar davlatining zamonasining ilg'or madaniyat va san'at shaharlari Buxoro, Samarqand, Farob, Balasagun, Qashqar va Toshkentdir. Fikr olamining eng muhim shaxsiyatlari Qoraxoniylar o'lkasida ana shu markazlarda yetishib chiqdilar. Farabiy, Ibn Sino, Mahmud Qashqariy, Xo'ja Ahmad Yassaviy va G'azzoliy kabi har biri o'z sohasida sartoj bo'lgan shaxsiyatlar shu jumladandir. Ular O'rta Osiyo samolarini va insoniyat ufqini fikrlari bilan oydinlatdilar. Ulardan Yusuf ham 1018 yoxud 1019-yilda bu muhim shaharlardan Balasagunda dunyoga keldi. Bugun faqat Burana minorasi va turli davrlarga oid put haykal toshlari bilan turistlarning diqqatini o'ziga tortgan Balasagun 12 va 13-asrlarda O'rta Osiyo turk xoqonlarining poytaxti edi. Arabcha, forscha, ibroniy til va adabiyoti, falsafa, tarix, matematika, astronomiya va tib sohalarida tahsilini shu yerda tugatdi. Biz zamonaviy insonlar uchun bitta hayotga bunchalik ko'p ishni sig'dirmoq, boz ustiga shaxmat, qushchilik, o'qchilik, ovchilik va chavgan deb atalgan chavandozlik bilan shug'ullanish hayratlanarli. Yusuf asarini Balasagunda boshlaydi. 4 asosga to'g'ri keladigan 4 ta qahramonning o'zaro suhbatlari, tortishuvlari va yozishuvlari yo'li bilan hayotga, insonga, jamiyatga, davlat boshqaruviga taalluqli fikrlariga aniqlik kiritadi. Jamiyatni tashkil etgan tabaqalarning mohiyati va ahamiyati haqida fikr yuritadi. Bir 1068-yilda Balasagundan ayrilib, Sharqiy Qoraxoniylar davlatining markazi bo'lgan Qashqarga keladi. Yana 1,5 yil asar ustida ishlab, 1070-yilda tugatib, Tog'och Uluch Bug'ro Qoraxonga taqdim etadi. 73 fasl va 6500 dan ortiq baytdan tashkil topgan asar mana bu lirik taqdimot bilan boshlanadi. Sharqdan esib keldi bahor yeli. Dunyo bezab ochdi jannat yo'lini. Safil qishni surib ketkazdi bahor shabadasi. Oydin bahor yana qurdi saodat yoyini. Qurigan og'ochlar burkandi yashilga, bezandi mor ol sari qizil ranglarga. Qora yer yashil ipak bilan yopdi yuzini, o'rta Chin karvoni ham yoydi Chin gazmolini. G'oz o'rdak oq qushlar ko'kni qopladi. Saylashlari bilan past balandda shodlanmoqdalar. Qara, ba'zisi uchayapti, ba'zisi qo'nayapti. Qara, ba'zisi suzayapti, ba'zisi suv ichayotir. Tanlangan narsalar taqdim etdi unga minglab qo'l. Sen ham bu qutatqubilikni armag'on qil. Ularning armag'oni o'tib ketadi. Mening bu armag'onim abadiy qolar. Dunyo moli qancha to'planmasin tugar, yo'q bo'lar. So'z yozilsa qolar dunyoni kezar. Yalang'och keldim, yalang'och ketarman. Dunyo molini naqadar to'plasang to'pla, yo'q bo'lishga mahkum. So'z yozilsa qoladi. Dunyoni aylanib yuradi. Qashqar turkchasida bitirgan bu asarning muallif haqqi Xos Hojib, ya'ni bosh maslahatchi unvonidir. Shundan keyin Balasagunni Yusuf asrlar davomida aytilib kelgan shakli bilan Yusuf Xos Hojib o'laroq eslandi. Kitobini yozgan paytlarida 60 ga kirib qolgandi. 30 yoshida qaddi qomati tik, sochlari esa quzg'un patlari kabi qop-qora ekan, 60 yoshida yoy misoli bukchaygan, sochlari esa oqqishlarning oq patlariga o'xshab oqargandi. Allohga yolvorib shunday iltijo qiladi: Ey Allohim, menga yana biroz umr ber. Bu asarimni bitirishim uchun menga kuch-quvvat bag'ishla. Qutatqubiligimni bitqazay.
qora yer, moviy ko'k, buning kabi qancha shoirlarning, donolarning va mutafakkirlarning iltijo niyoziga sahna bo'ldi. Kim biladi qancha asar tugallanmay yarim qoldi, qancha nafas bir jumlaning o'rtasida uzilib qoldi. Oradan asrlar o'tgach, mashhur anadolu turk xalq shoiri Qoracha o'g'lonning "O'ryon keldim, yana o'ryon ketaman" degani kabi Yusuf Xosxojib ham "Madomiki yalang'och keldim, yalang'och ketadigan yerga o'zimni mol dunyoga muncha esitdim" deb afsuslandi. Kutatxu Bilik turklarning eng katta ilk islom davri asari. Qoraxoniylar esa ilk islomni qabul qilgan turk davlati o'laroq tarix sahifalarida o'z o'rinlarini oldilar. Kutatxu Bilik qalamga olingan paytda sharqiy Qoraxoniylarning taxminan 60 yillik umri qolgandi. Chunki ingan hamma narsa bir kun kelib yuksaladi. Yuksalgan ham mutlaqo bir kun qulaydi. Kamolga erishgan tushishga boshlaydi. Türkçening buyuk yodgorligi. Türkçening bu ulkan yodgorligining bizgacha yetib kelgan 3 nusxasi bor. Bulardan Uyg'ur yozuvi bilan yozilib, keyinchalik Vena nusxasi olarak nom olgan bu nusxa 18-asrda bir diplomat tarafidan Istanbul kitobchilar rastasidan topilib, sotib olib ketilgandi. Ikkinchi nusxa 1896-yilda o'rtaga chiqdi. Arab harflari bilan yozilgan Qohira nusxasi hozir Misrdagi Hidiv kutubxonasida saqlanadi. Uchinchi nusxasi esa Farg'ona nusxasi bo'lib, arab harflari bilan yozilgandir. Har 3 nusxaning turk til qurumi original nusxasini bosgandir. Bugungacha Kutatxu Bilik ko'plab tadqiqotlarga mavzu bo'ldi. Kitobning ismi qadar xususiyati ham muhokama qilindi. Ba'zilari Kutatxu Bilikni Aristotel falsafasiga ko'ra yozilgan bir siyosatnoma desa, boshqalari esa asarni siyosatnoma olarak tushunish fikrini, uning insoniy qadriyatini ikkinchi darajaga qo'yish deb o'ylaydilar. Kimlarga ko'ra axloqiy, falsafiy, didaktik bir manzuma yoxud turk muhitlarida asrlar bo'yicha yig'ilgan siyosat va huquqqa doir fikrlar majmuasidir. Davlat boshqaruvini o'rgatuvchi bir nasihat va hikmat kitobi, bir utopiyadir. Hilmi Ziyo Ulkanga ko'ra, Kutatxu Bilik turk tafakkuri va siyosiy falsafasining eng muhim asarlaridan hisoblanadi. Qutlug' qilgan bilgi. Janobi Payg'ambarimiz ashablariga duo qilib, Xudoyo Habibi Muhammad deb oshqim Muhammad deb Kutatxu Bilik 4 ta asosiy prinsip ustida barpo etilgandir. Adolat, davlat, aql va qanoat. Bu 4 prinsip bir-biri bilan to'qnashgani kabi bir-birining joyini to'ldiradi. Hayot va yer yuzi, turmushning har sohasida bu 4 javharning ohang bilan bir yerda mujassam bo'lishining va bir muvozanat barpo etishning shartidir. Alloh taolo payg'ambarimning talabini ijobat qildi. Payg'ambarlarning talabini xomishni Alloh taolo ko'tarib o'tsa, Payg'ambarlar payg'ambarimga salom qilib, "Assalatu vassalamu alam nashra alam, assalatu vassalamu." İşte Yusuf Xosxojibning ham Kutatxu Bilikda qilmoqchi bo'lgan narsasi olam bilan butunlashish va o'zini kamolga erishtirish uchun qilgan urinishidir. Ham hayotda, hamda to'g'ri boshqaruvda izlagan ohangdir. Bu izlanishda unga o'rganishning va o'zini tutishning 4 mezoni hamroh bo'ladi. Kitobning nomini Kutatxu Bilik qo'ydim. O'qigan shod bo'lsin va unga yo'l ko'rsatsin deb.
Avval kun tug'di hukmdordan bahs etdim. Ey yaxshi inson, buni izoh etayin. Bu kun tug'di deganim to'g'ridan to'g'ri qonundir. Yusuf xos hojib kun tug'dining qilich va qalam sohibi, ayni zamanda olim o'laroq tasvirlaydi. Ismini quyoshdan olgandir. Porloqligi hech o'zgarmaydi va oydinlatar ekan, o'zidan biron narsa kamaymaydi. Ramziy ma'noda ifoda etilgan adolat, to'g'rilik, mukofot va jazo asosida qurilgandir. O'lkasini adolat bilan boshqaradigan kun tug'dining bir vaziri bo'lmagani uchun hamma yuk uning ustida edi. Chunki inson boshi qancha yuksalsa, telpagi ham shuncha yuksaladi. Inson ulg'aygan sari dard ham ko'payadi. Ana shunda asarning ikkinchi qahramoni sahnaga kiradi. Keyin oy tug'didan gap ochdim. Muborak saodat quyoshi u bilan oshnodir. Oy to'ldi iqbol va saodatning ramzidir. Doim kattargan va kichraygan bir oydir. Xushchaqchaq, jaylonday hurkak. Oy kattarib eng tepa nuqtaga kelganida takror kichraya boshlaydi. Saodat tugasa, qut barakat qo'ldan ketar. Uning joyini to'ldirish uchun aql va bilim kerak. Shunda uchinchi qahramonimizni ko'ramiz. Aqlni va bilgini tamsil etgan O'g'dilmushni. Bundan keyin O'g'dilmushni anglатdim. U aqlning ismidir va insonni yuksaklarga olib chiqadi. Inson aqli bilan yuksaladi, bilim bilan ulg'ayadi. Alloh uni insonning g'amiriga qo'shadi. U qorong'u tunda porlagan mash'aladir. Kun tug'di aqlni o'ziga vazir qilib olib, qorong'u uyini yoritadi. Undan keyin esa O'g'dirmushdir. Uni men oqibat o'laroq tanladim. Qanoatni va dunyo ishlarining natijasini tamsil etgan O'g'dirmush kitobning 4-asosiy xarakteridir. Boshqacha aytganda 4-tamoyilidir. Dunyoga emas, oxiratga, olomonga emas, tanholikka yaqin turgan tarafidir insonning. Muallif buning vositasi bilan dunyo ishlarining oqibatini eslatar ekan, bir tarafdan ikki dunyoni birdan qozonishning yo'llarini muhokama etadi. Asas muammo shu: inson toqqa chiqib, inzivoga chekilib, faqatgina ibodat bilan mashg'ul bo'lib oxiratini qozonadimi yoki xalqqa aralashib, foydali ishlar qilibmi? Tog'da tarki dunyo qilib munzaviy hayot yashagan va butun vaqtini ibodat bilan o'tkazgan O'g'dirmushga qilingan bekning da'vati ayni paytda Yusuf xos hojibning dunyo qarashini ham o'rtaga qo'yadi. Kun tug'di unga juma namozlarini xalq bilan birga o'qishni va xalqqa foydali bo'lishga da'vat qiladi. Bu ayni paytda o'sha davrdagi tasavvufiy tushunchaga qarshi e'tiroz hamdir. Kel, xalqqa foydang tegsin. Yetim, beva, kuchsiz, ko'r, ko'taram va cho'loqlarga yordam berish, kambag'al, miskinlarga sadaqa berish ham ibodatdir. O'tgurmish bo'lsa, dunyo ishlari bilan mashg'ul bo'lgan kishining ibodat va oxirat ishlarini bajo keltira olmaydi deb o'ylaydi. Bekka dunyoni yengan Iskandarning, dengizni yorib o'tgan Musoning va o'liklarini tiriltirgan Isoning hozir qayerda ekanliklarini so'raydi. Va o'likni ko'rgan hech kimning tirik qolmasligini aytib,
bekka yaxshi boshqaruvchi bo'lish uchun nimalar qilish kerakligini uqtiradi, ogohlantirishlar qiladi. Yıl 462-yilda yozib bitirdim. Bu eseri yazıp bitirdim. Aqlim yetgan so'zlarning barini yozdim. Ey o'quvchi va anglovchi inson, bundan hissa ol. Agar dunyoni istasang, uning yo'li mana shu. Agar oxiratni istasang, uning ham yo'li budir. Tilim so'yladi, qo'lim esa buni yozdi. Ey toza qalbli inson, mening bu tilim va shu qo'lim o'tkuvchidir. Ey dono inson, tildan va qo'ldan qolgan nishona, mana senga yozib qoldirganim shu kitobdir. Ey buni o'qigan jonlik, men bu dunyoni tark etib tuproqqa tushgach, meni unutma. Sara narsalar, armug'onlar taqdim etdi unga minglab qo'l. Sen ham Qutotqibilikka hadiya et. Ularning armug'oni o'tkuvchidir. Mening bu armug'onim abadiy qoladi. Dunyo moli naqadar to'plansa tugaydi, yo'q bo'ladi. So'z yozilsa qoladi. Dunyoni kezadi. Bulut gumburladi. Doiralar chalindi. Yashin chaqnadi. Xoqonning tug'i taqildi. Buyuk tavg'ach Bug'roxon dunyoga hokim bo'ldi. Nomi qutlug' bo'lsin. Alloh uni ikki jahonda e'tibor sohibi qilsin. Unutma meni, ey o'qiydigan er. Dunyoni qo'ysam, ustimga to'shalsa yer. Kishi tug'ildi, o'ldi, so'zi qoldi. O'zi ketdi, nomi qoldi.